Qiymatimiz 1 million dollar bahoda, 10% ga 100 ming dollar so'raymiz. Juda foydali startap. Tabriklayman sizni. Ko'pchilik uy qidirayotganda realtorlarsiz, maklerlarsiz qidirishga harakat qiladi. Ilovaga kirishingiz bilan sizni yon atrofingizda kim qanaqa uy sotyapti, nech pulga sotyapti, hammasi bitada ko'rinib turadi. Uyning narxini analiz qilish ham bir necha sekundda bitta xaritani o'zida olmoqchi bo'lgan uyingiz boshqalarga nisbatan arzonmi, qimmatmi? Uyini sotmoqchi bo'lgan odamlar ham bitada o'zini uyining narxini chiqara oladi. Bizning xaritamiz orqali App Store'da biznes kategoriyada top 10 talik ichidamiz. Qiymatimiz 1 million dollar bahoda, 10% ga 100 ming dollar so'raymiz. Hayajonli daqiqalar boshlandi bizda. Startap juda ham to'g'ri vaqt bozorga kirdi, chunki OLX juda ham passivlashdi. Ular rivojlanishdan to'xtagan. Nima qilasiz 100 ming olib? Yaxshilab ana hisob kitoblarni chiqarish uchun balki sizga 200-300 kerakdir. Baribir bozorga shaffoflik kirgizadigan narsa. Sizni tabriklayman va mana shu qutilarning barchasi sizniki. Marhamat.